Qancha qoldi? Mana shuncha qoldi, ishoning. Inshaalloh ozgina qoldi-yu, niyat qilyapsiz. Siz ham yaqin kunlarda jigar. Bundan ishonchli brend bormi? Busi yozib qoldiring. Va shu qisqa qilish kerak. Aka siz shu zo'r ish boshlabsiz. Chunki yo'l qoidalarini ko'pchilik bilmaydi, esdan chiqarib yuborgan. Necha yil oldin prava o'tgan paytda o'qib, esdan chiqib ketadi. Ularni yoritib borasiz, to'g'ri maqsad, to'g'ri maqsad, haydovchilarga, yangi haydovchilarga, eski haydovchilarga yangi qonun qoidalarni o'rgatib boryapti. Unda agar yo'lda marasa xursand bo'lardim. Bir-biriga yo'l berishsa, pavrotni yoqsa hech kim bir-biriga yo'l bermaydi-da, shuni evaziga hech kim pavrotni yoqmaydigan bo'lib ketyapti. Foydalanmayapti. Eng zo'rani nima deydi? Yo'l berishi o'ziga oriq deb emas, yo'l berishi o'ziga qanaqadir bonus. Men yo'l berdim deb shundan ochko olib maza qilishni boshlasa, har safar pavrotni yoqqan odam yo'l berib boshqacha nazar beradi. Ishoning? Xuddi shunday. Bu kun peshobodda endi o'tyapti, sekin to'xtab o'zi o'tkazib yuborgandan keyin odam shundan maza qilishni bilishi kerak. Ya'ni haydovchilardan biz haydovchilik madaniyatini uyg'otishni, haydovchilik madaniyatiga rioya qilgan tarzda yo'llardan foydalanishni so'rab qo'ygan bo'ladi. Shunaqa. Men bir marta o'sha Yevropada haydab yurganimda, sal peshobodga yo'l berishda chalg'ib qolganman-da. Shu peshobod qo'lidagi narsasi bilan mashinaga shunaqangi urgan, otgan. Cho'chib ketganman. O'sha turna qolib ketgan. Shunaqa qilish kerak. Ya'ni yo'l bermadim, bir ikki tosh otish kerak. Qachon bo'ladi-ki, avtomatik yo'l beradigan bo'ladi hali. Aka, zo'r, boshlagansiz xayrli qilsa. Poddershka qilasizlar, zo'r xayrli ish boshlabsiz. Odam akamga ham katta rahmat. Iloyim o'zlarining ham ishlariga omad tilaymiz. Bundan-da ulkan zafarlar tilab qolamiz. Ishlarini bilamiz, qanaqangi rivojlanganligini. Qanday darajada ketgan. Sizga ham Nodirxo'ja akamning yo'llarini berishni so'rab qolamiz. Charchamanglar. Srochniy like bosinglar, yaqinlaringizga tarqatib qo'yib bosib yuboringlar ekan.